Bir liderda чоқым бولۇشقا тېگىشلىك 21 سۈپەت. ئاپتورى ئەركىن سىدىق. 5. قىسىم. 17. بىخەتەرلىك ئىشەنچىسى. Huquqi tushliq dasmaya hargizmo o'ziga bo'lgan ishonchsizlikni to'liqlay olmaydi. Hamma ishni o'zi qilishga urinadigan yoki qilingan hamma ishlarning to'kpisini o'ziniki qilib oladigan odam hargizmo ulug' lider bo'la olmaydi. Andrew Carnegie, sanoatshunos. Bu sۈpətning inglizcha atalishi security bo'lib, yo'lg'on lug'atida uning ma'nosi bexatarlik, xavfsizlik, amonlik, kapolat deb tushuntirilgan. Lekin inglizcha so'zning bu yerdagi ma'nosi meningcha bexatarlik ishonchisi deganga texim yaqin keladi. Masalan, security degan so'zning qarama-qarshi ma'nosidagi so'z insecurity bo'lib, u yo'lg'on lug'atida xatar, xavf, o'ziga ishonmaslik, ishonchsizlik, ansirash deb izolangan. Shundaq bo'lg'achqa, men bu sۈpətni bexatarlik ishonchisi deb oldim. Mazkur kichik tema ostidagi mazmunni to'liq o'qib bo'lgandan keyin siz bu haqda texmi cho'nqur tushunchaga ega bo'lasiz. Hozirgacha o'tgan ulug' liderlarning hammasi o'zi yoki o'zining aqidasi ustida qilchilikmi gumon qilmaydiganlardan bo'lib, shuning natijasida o'zlarining liderlik o'rni haqida mutlaq bexatarlik ishonchisiga ega bo'lgan. Har bir odam o'ziga bo'lgan tushunchasi bilan o'xshash darajadagi saviyada yashaydi. Agar bir odam o'zini bir yengilguchi deb hisoblaydi ekan, u oxiri ma'lum yo'llar bilan mag'lub bo'ladi. Agar bir odamning muvaffaqiyatining darajasi uning o'ziga bo'lgan bexatarlik ishonchisining darajasidan eshib ketadi ekan, u cho'qum o'zini vayron qiladi. Bu ish yolg'iz agashkuchilar uchun shundoq bo'lib qolmay, liderlar uchunmi ham shundoq bo'ladi. O'zining bexatarligiga nisbatan ishonchisini yo'qotgan liderlar o'zlari uchun, o'zlarining agashkuchilari uchun va o'zlari liderlik qilayotgan tashkilotlar uchun nihoyat xatarlik keladi. Bundaq bo'lishi bir liderlik o'rni, ashu o'rinni egallab turgan liderning nuqsonlarini hassilab ko'paytib o'tishidandir. Siz o'zingizga bir salbiy yukni ortib olib turib, boshqalarga yetakchilik qilmoqchi bo'ladi ekansiz, u yukni ko'tarib turish bargan sir taslashib mangdi. O'z huquqining bexatarligidan nihoyat andish qildigan liderlar mundaq xarakterlarga ega bo'ladi. Birinchi, ular boshqalarga bexatarlik elib kelolmaydi. Siz o'zingizda yo'q narsani boshqalarga bera olmaysiz. Qobiliyatsiz kishilarning boshqalarda qobiliyat yetildirolmaganiga o'xshashlar, o'ziga nisbatan bexatarlik ishonchisi yo'q kishilar boshqalarga bexatarlik tuyg'usi ato qila olmaydi. Unumlik lider, ya'ni boshqalar o'ziga ergashishni xohlaydigan lider bo'lishni istaydigan kishilar cho'qum boshqa kishilardan o'sha kishilarning o'zlari to'g'riliq yaxshi tuyg'u paydo qilishi kerak. Ikkinchi, ularning boshqalardan oladig'ini boshqalarga berdig'idan ko'proq bo'ladi. O'z huquqining bexatarligidan nihoyat andish qildigan kishilar to'xtovsiz holda o'zi qilayotgan ishlarni boshqalarga tasdiqlatish, e'tirof qildirish va yaxshi ko'rgizishga urinadi. Ashundaq sabab tufaylidan ular butun zehniy kuchini faqat o'zlariga bexatarlik tepishga qartib, boshqalarga bexatarlik elib kelish bilan kor bo'lmaydi. Ular asosan faqat boshqalardan oladigan kishilar bo'lib, hargizmi boshqalarga beradigan kishilar bo'la olmaydi. Shuning bilan hargizmi yaxshi liderlardan bo'la olmaydi. Uchinchi, ular davomli o'zlarining eng yaxshi odamlarini besib yoki cheklab turdi.
o'zida bexatarlik ishonchisi kamchil bo'lgan liderlar o'z odamlarining g'albisini samimiylik bilan tabriklay olmaydi. Undaq liderlar hatto o'z odamlarining biror g'albiga erishib qolishining oldini olish yo'lida ish elib berishimi mumkin. yoki o'z qo'shuni qilgan eng yaxshi ishlarning to'kpisini o'zining shaxsiy to'kpisi qilib olishi mumkin. Huquq berish qonuniyati bo'yicha qaraganda faqat o'z huquqiga nisbatan ishonchisi bor yoki bexatarlik ishonchisi bor liderlarla boshqalarga haqiqiy turda huquq ato qiladi. Biroq o'zida bexatarlik ishonchisi kamchil bo'lgan liderlar bo'lsa, huquqni o'zi uchun zapas saqlaydi. Amaliyotda bundaq kishilar o'z odamlari qancha kuchlanib yoki yaxshilanib ketgan siri shuncha cho'ng tahdid his qilib, o'z odamlarini besish yoki cheklashga shuncha qattiq tirishadi. 4. Ular tashkilotni davomli cheklab turdi. Әгәш күчілер acizlaştırılğan və qılğan işləri üçün heç qandaq töhbə yoki e'tirof qilishga erişilmagan ahvol ostida ularning qizg'inligiga sovuq suv sepilib, ular o'zlarining yoshirin kuchlarini eng zo'r darajada joriy qildirib ishlashdan to'xtaydi. Mushundaq ish yuz berganda bo'lsa, butun tashkilot ziyon tortadi. Bunun əksicha, bexatarlik ishonchisiga ega liderlar o'zlariga boshqalarga ishonadi. Ular haqoratlik qilmaydi. Ular o'zlarining ortiqchiliklari bilan ojizliklarini obdan tushunadi hamda o'ziga hurmat qiladi. O'zining qo'l ostidagi odamlar ishlarni yaxshi qilganda hargizmi uni o'zlari uchun bir tahdid deb hisoblamaydi. Ular eng qobiliyatli kishilarni atrofiga to'plab, u kishilarning o'z qobiliyatlari bilan o'z rolini eng yuqori darajada joriy qildirish uchun muvofiq shart-sharoit hozirlab berdi. Әгәш kuchilardan birining nihoyat yaxshi ideyasi bo'ladigan, uni qo'llaydi. O'zining bexatarligiga ishonchisi bor bir liderning odamlari muvaffaqiyat qozonganda bu muvaffaqiyat u liderga nihoyat zo'r xushallik elib keladi. Bundaq muvaffaqiyatni o'zining liderlik qobiliyati uchun berilgan eng yuqori darajalik qutluqlash deb hisoblaydi. Liderlar o'zlarining bexatarligiga bo'lgan ishonchini barpo qilish va ashundaq ishonchini kuchaytirish uchun mundaq ishlarni qilish kerak. Birinchi, o'zini to'liq va to'g'ri tushunish, o'ziga to'g'ri baho berish. Ikkinchi, boshqalarga tava bo'lgan to'hpalarni o'z egasiga berish. Uchinchi, o'ziga ishonchi bo'lmaslik kasalini o'zi davolashga qudrati yetmagan liderlar kasbiy xodimlarning yordamiga erishish. Yuqorqilar men kitobdan olgan mazmunlar. Bu mazmunlarning Uyg'urlarning ahvoliga naqadar uyg'un keladiganligini, uning Uyg'urlar uchun naqadar muhimligini o'qirmanlarmi mendek his qilgan bo'lishi mumkin. Men o'zimning hozirgacha bo'lgan umrimda nurg'un yaxshi kishilarning sanoqsiz yordamiga va qizg'in samimiy qo'llab-quvvatlashiga, to'xtovsiz ilhom madad berishiga sazovar bo'lib keldim. Bundaq ahvol hozirmi o'xshashli davomlashyotgan bo'lib, u mening hozirgidek bir holatga kela olishimda va shu holatni saqlab manga olishimda nihoyat muhim rol o'ynab keldi. Shuning bilan birga men kichik vaqtimdan boshlabla o'ziga to'liq ishonch qila olmaydigan kishilarning besimi va cheklishiga onda-munda uchrab keldim. Bundaq ahvol hozirmi ozroq sodir bo'lib turibdi. Sazgur qarindoshlarning ba'zilari bundaq ahvolga diqqat qilib, menga yesdoshligini bildirdigan va menga ilhom madad berdigan ilxatlarni yezivatdi. Hamda shundaq so'zlarni telefonda yoki o'zimga bevosita da'vatdi. Mendan sizdagi heliqadek hujumga bosh egmaydigan iroda nadin kelgan deb so'raydiganlarmi bor? Men mush fursatdan foydalanib, u do'stlarning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shuning bilan birga ularning mendan xotirjam bo'lishini umid qilaman. Men o'ziga,
öz aqidasiga, özü tutqan yo'lga yoki o'zi qilayotgan ishlarga nihoyatda cho'nqur ishonchisi va mas'uliyatchanligi bor bir odamman. Mening bundaq ishonchamning keng doiralik amaliy asosi bor. Men Tömür ayol deb atalgan Angliyaga 3 qatim bosh ministr bo'lgan Margaret Thatcher xonim va shuningga o'xshash boshqa bir qism dangliq arboblarning sarguzashtlarini o'qib baqqan. Men ba'zi bir ta'tir shamollarga bardoshlik berib qolmay, ularga o'zimni chiniqtirish fursatlari sifatida muomala qila olmayman. Vaqtliq foyda ilish yoki utib chiqish muhim emas. Muhimi vaqtning uzun muddatlik siniqidan o'tish. Hamma odam vaqtning siniqiga duch keladi va tarixning bahosiga erishadi. 18. O'z-o'zini intizom bilan kontrol qilish. Siz yetaklaydigan birinchi odam siz o'zingiz. Ya'ni self-discipline. Bu sifatning inglizcha atalishi self-discipline bo'lib, bu so'z g'arb ellarida intayin keng doirada qo'llaniladi. Bu so'z ham fe'l, ham ism bo'lib, ism bo'lganda o'zi uchun tuzilgan intizom degan ma'noni bildirdi. Fe'l bo'lganda bo'lsa, o'zini intizom bilan boshqarish, o'zini intizom bilan kontrol qilish degan ma'noni bildirdi. Ya'ni bu so'zning ma'nosi buningda ko'p bo'lib, men bu yerda faqat uning mushu temadagi ma'nosini tushuntirdim. Men Urumchida oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda Dilmurat Tursun degan bir saboqdishim va do'stim bor edi. U qisqa oraliqqa yugurish bilan voleybolga intayin qiziqadigan bo'lib, Şinjan Universitetida o'qigan 5 yil jarayonida maktabning voleybol komandasining boshlig'i bo'lib ishlagan edi. Qisqa oraliqqa yugurishda yaxshi natija yoritish uchun u o'zini yugurishda intayin qattiq chiniqtiradi. Ya'ni u har kuni 3 qatim yugurishni o'zi uchun bir intizom yoki tuzum qilib olgan bo'lib, u bu tuzumga intayin qattiq rioya qiladi. U yozdagi to'miz issiq kunlarining tush vaqtidami yuguraydi. Qahrton qish kunlarining attiginimi yuguraydi. Qattiq yomg'ir yig'iyotgandimi yuguraydi. Qattiq qor yig'iyotgandimi yoki qattiq bo'ron chiqiyotgandimi yuguraydi. Hergizmi birər qitimliq yugurish vazifasidan voz kechmaydi. U chaqlarda bizning tamaqimizmi intayin nachar bo'lib, attigini bilan kechda biz asosan qo'noq ninini qaynoq suvga yoki quruq choyga chilab yeydik. Dilmurat badanini ozroq bo'lsa kuchlantirish uchun nonchilagan qaynoq suvga bir uchum shakar bilan bir siqim tuzni tangli saladi. O'zini ashundaq qattiq intizom bilan boshqarayotgan har qanday vaqtda ashundaq o'z uchun chiqargan tuzum bo'yicha ish ko'rayotgan Dilmuratni tushunmagan ba'zi o'quvchilar uni ba'zida Dilmurat sarang deb masxar qilib qo'yadi. Dilmurat o'zini ashundaq chiniqtirish orqali 200, 400 800 metrlik yugurish turi bo'yicha Şinjan oliy maktab o'quvchilarining bir qancha qatimliq yangi rekordini yaratgan hamda biz birga o'qiyotgan 5 yil jarayonida shu rekordni saqlab qolgan edi. Men ayni vaqtda Dilmuratning ashundaq shijoatiga, g'ayratiga, irodasiga va angliqligiga intayin qoyil bo'latdim. Va uningdan nihoyat ta'sirlandim. Pat-pat, agar har bir Uyg'ur Dilmuratdek o'zining talanti bor bir ishda g'ayrat qilib, boshqalarning oldiga o'tib ketsa, Uyg'urlarning kuni naqadar yaxshi bo'lib ketar edi, deb o'ylaydim. Men hozirmi shundoq o'ylayman. Dilmurat hozirmi ko'nglimda men eng qoyil bo'ladigan esil Uyg'urlarning biri. Men o'zimgimi xeyli ko'p tuzumlarni turg'izdim. Ularning biri menga Uyg'ur o'quvchilardan kelgan ilxatga 3 kun ichida javob berib bo'lishdir. Dilmurat Tursun
o'z-o'zini intizom bilan boshqarishning kuch-qudratini namoyon qilgan kishilarning bir misoli. Bu sۈpətə ega emas turib, muvaffaqiyatga erisha oladigan va u muvaffaqiyatni saqlab mang'alaydigan kishilar asosan yo'q. Bir liderning qanchalik talantli bo'lib ketishidan qat'iy nazar, agar u o'z-o'zini intizom bilan boshqarmaydi ekan, u hargizmo o'zining yoshirin kuchini eng yuqori darajada joriy qildira olmaydi. O'z-o'ziga intizom turg'izish sifati bir liderni liderlikning eng yuqori baldiqiga yetkazib, o'zining liderlik o'rnini uzun muddat saqlab mengishni kapolatga ega qiladi. Agar siz o'z-o'ziga intizom turg'izishni o'zi uchun bir mo'yim boyliq hisoblaydigan liderlardan bo'lishni istaydigansiz, tövəndiki ishlarni qiling. Birinchi, ishlarni mo'yimliq darajasiga ayirib, ularni eng mo'yimidan boshlab qilib mengish odatini yetildirish. Agar siz cho'qum qilmasangiz bo'lmaydigan ishlarni faqat ko'nglingiz tatqandila yoki sizga qulaylik bo'lgandil qilmoqchi bo'ladigansiz, siz hargizmo muvaffaqiyatli bo'la olmaysiz. Kishilarmi sizga hurmat qilmaydi hamda sizga ergashmaydi. Siz bir lider bo'lsangiz, sizning vaqtingiz nihoyat qis bo'ladi. Shunga sizda plan bo'lish kerak. Agar siz hozirgi eng muhim ishning qaysi ekanligini bilolmasangiz, oldi bilan o'zingizning oldingizdagi hamma ishlarni bo'shting. Ondan qaysi ishning eng muhimligini tepib chiqing. Bu o'z-o'zini intizom bilan boshqarishda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir narsa. Ikkinchi, o'z-o'zi uchun tuzilgan intizom bilan yashashni o'z nishonlarining biri qilish. İntizam bilan yashashda o'ziga intayin yuqori talab qo'ydigan Dilmurod Tursundek kishilarni obdan kuzatadigan bo'lsangiz, muvaffaqiyatli bo'lishda o'zini intizom bilan boshqarish bir qitimliq ish bo'lib qolsa bo'lmaydiganligini, uni bir umrlik odat qilish kerakligini tushunib yetalaysiz. Bu ishni amalga oshirishning eng yaxshi usuli. O'zi uchun bir sistema va kundalik odat tuzib chiqish. Bo'libmi o'zining uzun muddatli taraqqiyoti va muvaffaqiyati uchun halqiliq rol o'ynaydigan sohada shundoq qilish. Masalan, men davomliq maqola yozib turadigan bo'lg'achqa, kitob o'qish va material yig'ishni o'zimning kundalik odati qilib olgan. Özümның ömürünün ahırgıca önümlük işləşini közdə tutub, kuniga 1 saat ətrafıda yol menib, çeniqishni özüm üçün bir intizam qılıb aldım. Üçüncü, özünün bahane səbəblərinə qarta jang e'lon qilish. Özü üçün tuzilgan intizam bo'yicha yashashni bir odat qilib yetildirish uchun siz qilmasangiz bo'lmaydigan birinchi ish bahane sebep izleş adetiga nisbatan jang e'lon qilish va uni yo'qotish. Sizning o'zingiz uchun turg'izilgan intizom bo'yicha ish ko'rishingizga to'salg'i bo'layotgan sabablar bahonadan boshqa narsa emas bo'lib, agar siz lider bo'lish sifatingiz bilan yana bir yuqori baldaqqa chiqmoqchi bo'ladigansiz, cho'qum o'zingizga bahona sabab izlaydigan odatingizni tashlashingiz kerak. 4-chi, ishni to'liq bitirib bo'lguncha uning uchun mukofot izlamaslik. Agar sizda o'zingizni intizom bilan boshqarish iqtidori kam bo'ladigan, o'zingizni g'alaba qilmay turib mukofot olishga aldiraydigan odatni yetildirib olasiz. 5-chi, zihnini natija chiqarishga markazlashtirish. Siz har qatim zehningizni bir ishning natijasiga emas, u ishni qilishdagi qiyinchiliklarga qaratib oladigansiz, siz umidsizlanib qolasiz. Bundaq ahvolga uzun muddat petib qoladigansiz, siz o'z-o'zingizga intizom turg'izishning o'rniga o'z-o'zingizga pushaymon paydo qilib olasiz. Siz kelar qatim cho'qum qilmasangiz bo'lmaydigan ishga duch kelganda, qandaq qilganda sizga qulaylik bo'ladiganligi ustida o'ylanmay, zehningizni uningga badal to'lashga markazlashtiring. To'g'ri ishni qilgandagi foydani ko'zda tutib, shu ishni oxirigacha davomlashtiring.
o'z-o'zingizni intizom bilan kontrol qilish iqtidorini yetildirish uchun tövəndikidək ishlarni qiling. Birinchi, ishlarni moyimliq dərəcəsiga ayırıb chiqing. Ikkinchi, tüzüm bilan ish qilishning foydalarini tizib chiqing. Uchinchi, bahoni izlashdan o'zingizni yiroq tuting. 19. Malayliq. Aldığı o'tish uchun boshqalarni birinchi o'ringa qo'ying. Yozg'ichi Yujin Habakir mundaq deydi. Haqiqiy liderlar boshqalar uchun, xalq uchun, xalqning eng yaxshi manfaati uchun xizmat qiladi. U shunday qilganligi uchunla davomliq ommaning ko'ngliga yiqib ketmaydi. Hamda kishilarni ta'sirlantira olishimi mumkin emas. Biroq haqiqiy liderlar o'zining shaxsiy shuhratini emas, boshqalarning manfaatini o'zining chiqish nuqtasi qiladiganligi uchun ular badal to'lashga rozi bo'ladi. Malayliq to'g'risida gap bo'lganda, hargizmi iqtidorsiz kishilar qiladigan to'van darajalik ishlarni ko'z oldingizga akilib olmang. Agar shunday qilsangiz, malayliq to'g'risida xato tushunchaga ega bo'lib qolasiz. Malayliq xizmat o'rni yoki iqtidor to'g'risidagi hukm emas. U pozitsiya to'g'risidagi hukm. Men sizning mulozimat sohasida ishlaydigan nachar pozitsiyalik kishilarni ko'p uchirtib baqqaningizga ishonaman. Bir xizmatchi kishilarga loyiqada xizmat qilishga unamagan vaqtdagi nachar ahvolni siz osonla bayqay olasiz. Xuddi shuningga o'xshash bir liderda malayliq qalbning bor yo'qligini osonla bayqab olg'ili bo'ladi. Haqiqiy liderlar o'z uchun emas, boshqalar uchun xizmat qilishni istaydi. Malayliq pozitsiyasiga ega liderlarda tövəndikidək alaydiliklar bor bo'ladi. Birinchi, boshqalarning manfaatini o'z manfaatining oldiga qo'yadi. Malayliq qalbining birinchi ifodasi boshqalarni o'zining oldiga qo'yishdan iborat. Bu o'zining xususiy istaklarini bir yoqqa qayirib qo'yish bilan o'xshash bo'lib, malayliq qalbga ega bo'lish deganimiz maqsadli holda ommaning ehtiyojidan xabardor bo'lish, ularga yordam qilishga tayyor turish hamda ularning talabini muhim ishlar qatorida qabul qila oladigan bo'lish qatorliq ishlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi, o'ziga ishonadi. Malayliqning ishga oshirishdagi eng halqiliq omili o'zida bexatarlik ishonchisi bor bo'lish. Men bak muhim odam bo'lib, boshqalar uchun xizmat qilsam bo'lmaydi deb qaraydigan kishilarning hammasi o'ziga bo'lgan, o'zining bexatarligiga bo'lgan ishonchisi komil emas kishilardir. Bir odamning boshqalarga qanday muomala qiladiganligi uning o'ziga qanday qaraydiganligini aks ettirib berdi. Faylasuf va shoir Erik Hofer yuqoridagi hukmni nihoyat yaxshi tushuntirib bergan. Diqqat qilishga arziydigan narsa shuki, biz qo'shnimizni o'zimizni so'ygandek so'yimiz. Biz o'zimizga qanday muomala qilsak, boshqalarga shunday muomala qilamiz. Biz o'zimizga nafratlangandek, boshqalarni o'ch ko'ramiz. Biz o'zimizga savrchanlik qilgandek, boshqalarga keng qo'rsoq bo'lamiz. Biz o'zimizni apu qilgandek, boshqalarni kechiramiz. Bu dunyoni azoblaydigan masalalarni keltirib chiqaradigan narsa o'zimizga bo'lgan sevgi muhabbat emas, o'zimizga bo'lgan o'chlikdir. Boshqalarga huquq berish qonuniyatida aytilishicha, faqat bexatarlik ishonchisiga ega liderlar boshqalarga huquq beradi. Xuddi shuningga o'xshash, faqat bexatarlik ishonchisiga ega liderlar malayliqni namoyon qila oladi. Uchinchi, boshqalarga xizmat qilishni o'zi boshlab berdi. Agar majburlanadigan har qanday odam boshqalar uchun xizmat qiladi hamda ba'zilar biror krizis bo'lganda boshqalar uchun xizmat qiladi. Biroq ulug' doilar ehtiyojni o'zi bayqaydi, fursatni o'zi ching tutadi hamda qilgan yaxshilikni qaytarib olishni ozroqmi o'ylab qo'ymay turib, boshqalar uchun xizmat qiladi.
4-chi, o'z huquqi, ya'ni xizmat o'rniga ancha parvo qilib ketmaydi. Malaylik qalbiga ega yoki xizmatchi liderlar xizmat yoki huquq dardisiga unchavala parvo qilib ketmaydi. Liderlik o'rni ularning o'z mas'uliyatiga bo'lgan sezgurlikini texama oshirdi. Ilova. Bizning idorada bir to'p odamlar birga ishlagan vaqtimizda kimning boshliq, kimning odatdagi xodim ekanligini asosan asdan chiqarib qo'yamiz. Kishilarning xizmat o'rni yoki huquq darajasini asosan sezmaymiz. Ko'pincha ahvolda tövendikilar boshliqlarga muomala qilgandiki bilan selishtirganda boshliqlar qo'l ostidagilarga yaxshiroq muomala qiladi. Xizmatchilar boshliqqa xushomat qiladigan ishlarni har ko'z ko'rgili bo'lmaydi. Qo'l ostidagilar boshliqqa xushomat qiladigan ishlar bo'lib qolgandimi, boshliqlar xizmatchilarning xushomatini ozroqmi e'tiborga ilib qo'ymaydi. 5-chi, ko'yimchanlik nuqtasidan boshqalar uchun xizmat qiladi. Malaylik boshqalardan foydalanib olish yoki o'z nomini o'stirish maqsadida vujudga kelmaydi. U boshqalarga bo'lgan ko'yimchanlikdan kelib chiqadi. Sizning ta'sir doirangizning eng oxirida qanchalik keng bo'ladiganligini, sizning boshqalarga qanchalik ko'yinadiganligingiz belgilaydi. Shuning uchun liderlarning o'zi xohlab turib, boshqalar uchun xizmat qilishi nihoyatda muhim. Malaylik iqtidorini o'stirish uchun mundaq ishlarni qiling. 1-chi, boshqalarga kichik yaxshiliklarni qilib turing. 2-chi, atrofing'izdagi va yangidan uchrashgan kishilarga yaqinlik qiling. 3-chi, malaylik qilish yo'lida amaliy sharkat qo'llaning. Davomı bor.